4 yil kutiladigan, sog'iniladigan mundialni ham eson-omon tugatib oldik. Finalgacha musobaqa boshida ko'pchilik kutgan Ispaniya va ko'pchilik umuman kutmagan Argentina yetib keldi. Buni qisqacha qilib Messi effekti deb atash o'rinli, garchi turli gap so'zlar urchayotgan bo'lsa-da. Finalni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Insof nuqtai nazaridan aytsak, hisob o'yinga mos bo'lmadi. Ya'ni yirigroq hisob bo'lish kerak edi demoqchiman. Ispaniya golni juda kech urdi, chunki Argentina posboni bu safar doimgidan ishonchliroq o'ynab berdi. Ispanlar esa Fransiyani to'xtatgandayoq asosiy favorit kim ekanligini tushuntirib bo'lishgan edi. Final o'yinda Ispaniyaga muxlislik qiluvchilar ko'payib ketdi. Men bir narsaga aniq ishonamanki, ular finalgacha Qizil Furiya muxlisi emas edilar. Sababini esa o'zingiz juda yaxshi bilasiz. O'yin haqida gap ketganda ko'pchilik futbol g'alaba qozondi demoqda. Adolat nuqtai nazaridan chindan shunday bo'ldi. O'zim Argentina muxlisi bo'lsam-da tan olaman. Argentina bu mundialda eng kuchlisi emasdi. 90 daqiqa ichida Argentina biror marta Unai Simon darvozasi tomon zarba yo'llay olmadi. Shunday bo'lsa-da, Messi va jamoadoshlari o'yinni ekstra taymlarga qadar olib borishdi. Bu orada yarim final qahramoni Enso qizil kartochka olib maydonni erta tark etdi. Qo'shimcha bo'limlarda xuddi 2010-yilgi finaldagi kabi masalani Barselona futbolchisi hal qilib ketdi. Hattoki o'z bobosi unga ishonmaydigan Ferran Torres ispanlarga kubokni olib keluvchi gol muallifiga aylandi. Ispaniya mundial davomida atiga bitta gol qo'yib yubordi. Bu jahon chempionatlari tarixida rekord natija hisoblanadi. Tasodiflar tasodifan bo'lmaydimi? 2010-yilda ham Ispaniya mundialni Yevropa chempioni sifatida H guruhida boshlagan edi. O'sha mundialni ochilish o'yinida Meksika Janubiy Afrika Respublikasi bilan o'ynagan. Tanish holatmi? Axir bu safar ham xuddi shunday bo'ldi-ku. Boz ustiga bu gal ham 2010-yilda ham ispanlar birinchi turda g'alaba qozona olishmagan. Finallarda esa hisob ochilmaydi, ekstra taymlarda masalani Barselona futbolchisining birgina goli hal qiladi. Qiziq, juda ham qiziq tasodif. Ko'rdingizmi yo'qmi, hakam hushdagi chalingach janjal ko'tarildi, xursandchilik boshlandi. Messi esa bir chetda o'ychan qoldi. Butun ispan futbolchilari birma-bir uning yoniga kelib qo'l siqib ketishdi. Messining hurmatini joyiga qo'yishdi. Stadion uning ko'nglini ko'tarishga urindi. Biz Messining ko'z yoshlarini ko'p ko'rdik. Quvonchlisini ham, alamlisini ham. Hamma tushunib turgan edik, bu eng so'nggisi edi. Balki xayrlashuv uchrashuvda yana yig'lar, lekin bunaqa alamdan yig'lamaydi. Mundial avvalida balki Argentinaning o'zi ham kutmagandir finalgacha yetib kelishini. Tan olaylik, taqdir ularga oson yo'lni ochib berdi. Men FIFA demagan bo'lardim, aynan taqdir. Chunki Portugaliyada ham Kolumbiyani yengib shu tomondan yurish imkoni bor edi. Braziliyada ham Norvegiya to'sig'idan o'tib finalga qadar Fransiya va Ispaniyaga duch kelmaslik yo'li turgandi. Shunchaki ulardagi liderlar Messidek bo'la olmadi. Bizning, balki sizning ham bolalik, o'smirlik paytlaringiz Messining o'yinlaridan zavq olish bilan o'tgandir. Afsuski, hammasi tugadi. Katta ehtimol bilan u endi milliy jamoada o'ynamaydi. O'zi aytganidek, Messi futbolda qilishi mumkin bo'lgan hamma ishni qilib bo'ldi.